Demak, Ozodboy kattagina hovliga yetib kelganmiz. Xudo xolasa YouTube kanalimiz a'zolariga albatta yangilik bo'ladi. Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari Buxoro shahar avtovokzaldan kelaverishda deb qo'yamiz. Yo bo'lmasam Turma pavorotdan kelaverishda mana shunaqangi chiroyli obod mahalladan proyektning institutni ro'parasi. Hozirgi vaqtda mana shu Afrosiyob to'yxonasini ro'parasida joylashgan mana shu chiroyli 20 metr fasadga ega bo'lgan kattagina hovlimiz sotuvda. Hovlimizni batafsil obzorini qilib o'tishdan oldin mana shu fasadini bitta ko'rsatasiz Ozodjon. Hozirda yashash sharoiti juda ham go'zal. Xudo xolasa podval qismlarimga ham ega. Mana bu tashqarida chiroyli zelyoniy zonasi mavjud. Kattagina naves darvozaxonamiz, darvozani o'zi aytib turibdi. Hovlimiz juda ham hashamdor. Narxini chiroyli qilib harakat qilib qo'yamiz. Endi biz taklif kiritdik, ular o'ylab ko'rgunicha biz efirimizni boshlab qo'yaveramiz. Mana shunaqangi chiroyli darvozamiz hamda darvozaxonasiga ega bo'lgan kattagina hovli. Narxini ham chiroyli qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Kirishda o'ng qo'lda qonun qoida bo'yicha mana shu sanuzol qismlari, mana shu sanuzol qismining tepasiga o'zini alohida cherdak ham mavjud ekan. Buni albatta kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bir boshdan boshlaverdik. Ozodjon 4 sotuq yer maydonini o'z ichiga oladi. Mana bu mehmonxonamiz. Buni albatta bitta obzorini qilib o'tasiz. Mehmonxonamiz ham juda ham go'zal, kattagina, keng, o'sha zamonaviy, har zamonga javob bera oladigan mehmonxonamiz. Juda ham ko'rkam, uchta katta derazasi mavjud. Buni ham albatta ko'rishimiz kerak. Visokopatolojniy zamonaviy remontdan chiqarib qo'yishgan. Kelsangizlar o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi xonalarni ko'rsatamiz. Adashmasam 1 2 3 4 5 6 7 8 ta xonasi bor deyishdi. Yashash xonalari adashmasam bir 6 tasini sanadim. Keyingi eshikni endi ko'rib chiqamiz birgalikda. Demak, bu joyda keyingi xonasi. Buni ham albatta ko'rsatamiz Ozodjon. Kelaverasiz. Mana bu yoqda yana bitta xonasi bor. Endi o'zingiz uchun chiroyli qilib bir sharoitlarni qilib, maza qilib yashashda davom etasiz. Faqatgina o'zlashtirib, o'zingizni 30 ga o'tkazish uchun hujjatlarni ham ko'rib chiqdim. Tayyorgina turibdi. Balandligi adashmasam 374 metr atrofida uylarimizni balandligi. Buni albatta tavsiya qilaman kelib ko'rishinglarni. Xo'sh, keyingilarni ko'rsataveramiz. Bu joyda adashmasam oshxona uchun sharoit qilmoqchi bo'lishgan. Bu joyimizga albatta Osiyo universitetlari, media institutlarimiz yonginasida joylashgan. O'sha sentralniy yo'l, magistral deyishadi. Mana shu Samarkandskiyga boraverishdagi o'ng qo'ldagi ko'cha. 50 metr yursangiz katta ko'chaga chiqasiz demoqchiman, o'sha aytib o'tganim. Mana bu joyda yangi stroykalar qilishgan, yangi qurilishlar. Chap tomonda mana bu joyda podval qismiga kiraverish hamda zelyoniy zona uchun, bog'imiz uchun ajratilgan joylarigacha bor. Ushbu komplektimiz, eski komplektimizga ham hozirda sharoit bor, yashash sharoiti bor. Mana bu joyda ikkita alohida xona yasab qo'yishgan. Bu albatta yangi qurilishimiz. Bu joyni ham ko'rsatasiz Ozodjon. Hozirda yashash sharoiti bor. Bu joyimizga ham eski qurilish bo'lsa ham, shu joyga yangi qurilish uchun orqa tomonida 1,5-2 metr atrofida to'liq yeri ham mavjud ekan. Uni qo'shib turib katta stroyka qilsangiz ham bo'laveradi. Buni ham albatta kichkina kadrda ko'rsatadi Ozodjon. Tashqi oshxonamiz, ichki oshxonamiz tashkillashtirib qo'yishgan. Kattagina hovli qismi, markazdan bunaqangi joy chiqmaydi. Biz taklif kiritdik qanaqangidir narx bo'yicha. O'zlari aytdilarki, telefon raqamimizni qo'yib berasiz. O'zimiz narxini kelishtirib aytamiz degan gaplarni qilishdi. Endi maslahatlashib shu qarorga kelishgan shekilli shaxsan raqamlarni qo'yib beraman. Bizga esa like bosib yaqinlaringizga kuzatishni tavsiya qilamiz. Bunaqangi joydan, bunaqangi markazdan uglovoyda joylashgan joylarimiz juda ham zo'r hisoblanadi. Mana shu eski qurilishimizni shundoqqina yangi bir imoratlarni tashkil qilsangiz, bu joydan ham darvozaxona qo'ysangiz bo'laveradi. Joyni ko'rib chiqdim, juda ham zo'r joyda joylashgan. Yaxshigina xonadon sizga tavsiya qilyapmiz. Yaqinlaringizga siz ham tavsiya qiling. Markazdan bunaqangi variant 4 sotuq yer maydon, kattagina imorat, yangi qurilishlik joylarimiz chiqmaydi aksariyat hollarda. Odamlar mana shu chekka hududda qanaqangidir uchastkalar bilan qiyoslashadi. Endi markazda shunaqangi narx
degan gaplarni qilishdi. Biz ham maslahatlashib bir qanaqangidir narx qo'ymoqchi bo'ldik. Endi ular ham maslahatga kelib raqamlarimizni qo'yib bering, o'zimiz narx-navosini kelishamiz degan gaplarni qilishdi. Albatta kadrlarimiz orqali Ozodjon sizga ma'lumotlarni yetkazdi degan umiddaman. Albatta raqamlari bo'ladi. Bizga esa like bosishdan chiqmasa, yaqinlaringizga tarqating. Salomat bo'ling.